Assalomu alaykum kanalim muxlislari. Bugungi darsimiz Excel dasturida listlar bilan, ya'ni varaqlar bilan ishlash bo'ladi. Buni amaliyotda ko'rsataman. Quyidagicha yangi ochilgan Excel fayl bo'lsin. Mana bu list, ya'ni bekorga Excel kitob deyilmaydi, chunki unda ko'plab varaqlar ochish mumkin. Birinchi listda turibmiz hozir, ya'ni birinchi varaqda. Varaqlarni qancha ochish mumkin degan savolga ko'pchilik manbalarda, ya'ni kompyuter xotirasi to'lguncha ochaverish mumkin deyiladi. Ya'ni uni tekshirib ko'rish kerak. Endi bizga asosan 5-6 ta bilan ishlanadi. Mana list 1, agar ikkinchi listni ochmoqchi bo'lsak, mana aylanani ichida plusni bosishimiz kerak. Mana ikkinchi list, uchinchi list, to'rtinchi list, beshinchi list, oltinchisi, mana hokazo ochilib ketaveradi. Mana birinchi listga biron nima yozadigan bo'lsak, ikkinchi listga bu agar jadvallar turli xil mavzularda bo'lsa, bu listlar bilan ishlagan qulayroq. Xo'p, joyiga qaytaramiz. Bizga yozuvlar kerak emas hozircha. Xo'p, o'chiramiz. Mana bu holatda bo'lsin. Endi listlar ko'plab ochish mumkin bo'lar ekan. Endi listlarni qayta nomlashimiz kerak bo'ladi ba'zida, chunki sababi listlarda nima ma'lumot turganligini bilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun listlarni nomlab qo'ysak, qaysi listda qanaqa ma'lumot turganligini bilishimiz aniqroq bo'ladi. Misol uchun birinchi listni birinchi varaq deb nomlaylik. Uning uchun o'ng tugmachani bosamiz, menyudan переименовать degan bosamiz. Varaq 1 bo'lsin bu. Varaq 1. İkincisini varaq 2 deymiz. Переименовать. Varaq 2. Varaq 3. Va hokazo. Endi sizlar o'zlaringga bog'liq bo'ladi, nima deb nomlashlaring, chegarasi yo'q. Xohlagan nom qo'yish mumkin. Mavzuga qarab. Endi mana masalan yana varaqlar bilan ishlaganda muammoga duch keladigan joyimiz, hozir aniq misolda ko'rsating. Buning uchun faylga kirib, mana bu jadval bo'lsin. Ya'ni nusxa olishni o'rganamiz varaqdan varaqqa. Qaranglar, mana bu holatda nima bo'ladi? Ctrl A ni birgalikda bosadigan bo'lsak, hammasini belgilaydi va kopiya olaylik. Kopirotni bosib, ikkinchi varaqqa buni nusxasini tashlaylik. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mutlaqo o'zgarib ketdi. Buni endi bularni tortib chiqishga to'g'ri keladi. Albatta buni ancha vaqt ketadi. Buni to'g'rilab chiqish uchun buning eng yaxshi yo'li bor. Ya'ni buni nusxa olish, nusxa qilish. Hozir o'chirib tashlash uchun mana udalить tugmachasini bosamiz, o'ng tugmachasini bosamiz. O'chirish xohlaysizmi deydi, ya'ni qaytarilmaydigan qilib o'chiradi deyapti. Mayli deymiz, udalitni bosamiz. Mana bo'ldi, ketdi. Xuddi shunday qilib kopiya olish uchun o'ng tugmachasini bosamiz. Переместить или скопировать menyusini bosamiz. Bu marta bossak, mana chiqadi. Sozdать kopiyaga ptichka qo'yib, ok tugmachasini bossak, mana ikkinchi xuddi shunga o'xshagan jadval hosil bo'ldi. Mana ikkinchiga 2 qo'yib qo'yadi qavschida. Yana bir marta kopiya qilishimiz mumkin. Bu hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Переместить bosib, sozdать kopiyani olib qo'yib, mana 3 ta bo'ldi. Bizga ikkitasini o'zi yetadi. Shuning uchun o'chirib tashlaymiz uchinchisini. Udalitni bosamiz. Mana ikkita bir-biriga o'xshagan. Bu qachon kerak bo'ladi? Agar jadval o'zgarishsiz ikkinchiga kopiya qilmoqchi bo'lsak, mana shu usulda kopiya qilganimiz ma'qulroq. Xo'p.
yana mana bu joyini xuddi mana shunaqa qilib kopiya qilib tashlash kerak bo'ladigan bo'lsa, mana kopировать olib turib, ochib turib, stavit, ya'ni qo'yayotgan vaqtda mana bu bossalaring ana bu yerda yozib qo'yib, сохранить ширину столбцов deydi. Xuddi o'ziday qilib, ya'ni ustunlarning kengligini ham, qatorlar kengligini ham saqlab beradi. Original qanaqa bo'lsa, mana shuni bosish kerak bo'ladi. O'zgartirmasdan saqlab olish uchun. Xo'p. Yana nimalar qilish mumkin? Mana yangisini ochish uchun plyusni bosamiz. O'ng tomon bosganda o'zi ko'rinadi. Svet yarchi degani o'sha boshqa ranglarga bo'yab qo'yishimiz mumkin mana. Svet yarchi, mana rang tanlaymiz. Misol uchun yashil rang. Ranglarni o'zgartirib qo'yish ba'zida yordam beradi. Chunki kerakli listni topib olish uchun rangni qanaqa, misol uchun bir xil ma'lumotlarni bir xil rangda tasvirlab qo'yadigan bo'lsak, agar listlar soni juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, buni belgilab qo'yish mumkin bo'ladi. Bu tushunarli. Endi yana nimalar qilish mumkin? Ochadigan bo'lsak, mana bu yerda bekitib qo'yishimiz mumkin. Mana bunisini bekitib qo'ydik, ikkinchisini hozircha ortiqchalik qilyapti. Mana script bosamiz, bekitishni. Mana yo'q u. Lekin yo'q bo'lib ketmadi, turibdi. Показатni bossak, qaytadan joyiga keladi. Mana imkonlar mana показатni bosuvdik, qaytadan keldi. Bekitib qo'yamiz yana. Script bossak, yo'q bo'ldi. Xo'p, mana bu ba'zida varaqlarni o'zgartirish kiritish uchun himoyalab o'zgartirish kiritib yubormasligi uchun himoyalab qo'yishga to'g'ri keladi. Bu ham juda ham oson. Mana kelamiz bir marta. Ana shu joyga hech kim o'zgartirishni xohlamaydigan bo'lsak, bosamiz, расширить listni bosamiz. Mana aytyapti, mana bu holatlar, mana bu menyulardagi stavka stroka qo'yishni har xil bitta anaqalar yozilgan. Endi asosan bizda ikkita. Mana shularni himoya qilib qo'yaymi deyapti, ikkita ptichka qo'yilgan joyi. Mana shu biz parol qo'yamiz unga. Ok tugmachasini bosamiz. Kiritgan parolimizni yana takrorlaymiz. Ok bosib qo'yamiz. Endi birinchi mana bu 11-sinf Cambridge degan loyiha listimiz himoyalandi mana. Bitta o'zgartirish kiritish mumkin emas. Limiti защита listi deyapti. Ya'ni olib tashlang deyapti. Mana xohlagan mana bunda o'zgartirish kiritsa bo'ladi. Chunki bu list hali himoyalangani yo'q. 5-listga ham bemalol kiritsak bo'ladi, lekin 1-list himoyalangan. Chunki biz buni himoyalab qo'ydik. Xo'p, yana nimalar qilish mumkin? Ochadigan bo'lsak, выделить все lisты deydi. Hamma listlarni belgilashimiz mumkin bo'ladi. Yana nimalar qilishimiz mumkin? Показать, bu ko'rsatish. Eliminovat, вставить deydi. Вставить qo'yadigan bo'lsak, mana list qo'ymoqchi bo'lsak, ok tugmachasini bosamiz. Mana 6-mana 7-listni qo'ydi, orasiga bizga mana plyusning analogi ekan bu. Xo'p. Mana shular asosan endi o'chirish bosmoqchi bo'lsak, mana udalitda bosamiz. Mana biz o'chdi. 7-ni ham o'chirishimiz mumkin. Mana shunaqa qilib kerak emas. Varaqlarni, listlarni o'chirib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Rahmat, videoni tomosha qilganlaringiz uchun. Like va kommentariyalarni ayamang. Obuna bo'lishni unutmang. Yana bir marta rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha